Ne? Aa sen küçük. Lan. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men bor Bekachida universitetining fizikchilik kasbida o'qiyman. Shu ma'lum bizni bekatga vaqtlarda shu yo'ldagi odamlardan ta'sir deb keling degan. Siz o'quvchimi? Ha, o'qishimdikmi? Bu yomon jiddiy cho'ngib qolganmi ya? Qarashlig'i kichikdek ko'rinmaysizmi? Rahmat. Shunga sizdan bir ta'sir deb baqsam bo'lamdi. So'raman. Siz kitob o'qishni yaxshi ko'ramsiz? Hozir qizlar kitob ko'rishni yaxshi ko'ramda. Unda bo'lsa siz bekor vaqtlaringizda nima qilishni yoqtirasiz? Telefon o'ynayman. Jubo qilaman. Gurum qilaman. Ha. Bozor chuglayman. Yaxshi. Men sizga desam bog'ga qarang. Kelas kelib devtaymi? Meni boshliqim bilan ikkisi Tushundim. ikkisi shu. Bu yer qo'ysa biz ben bizning qilgan boshliq ismi Qurbanjon. Bu yerning ismi Yusufjon. Bu bizning texnik injener. Indigante, aşo. Sen indigante. Şimdi mi indigante ya? Musa bağırıyor bir Musacan. Miyakre. Böyle. Dünyaya gelip uçuş çıkan kızların numarını ödedi mi? Kaç kız var lan? Vay en ahırki çıraylıqını uçuyor. Zuli degenden. Bekar yollamdım ya bunda bir Honbo binesi atqandaki yollamdım. Vay maşallah sen. Başta o ya maaşının şedik şey olmasa. Bana cık yakma kulağını kırmayayım. Ya maaş yemey telefonum toku yok. Benim lampam köyde hep az kaldı işte. O işine bir düşüdü ha şu. Yusufça okumsun ha? Sır saklan tutma. Olmasa maaş çıkmaya karşılayıp teknik yaptığımızı. Hemen aç ka. Kulağını kırmayayım böyle. Yaxshimizlar tanishuvchilar, stansiyamiz 777 chastotasidagi yurak sadasi programmasi boshlandi. Mikrofon oldida Turdigul Toshkent. Musacan. Qanday degan narsa? Ya başta Honbo deb keldi bu. Mana aytibdi mana. Shikir qo'yib chiqib aytiraman bu. Radio onadan bu. Ya naqshoqlar gel radio anlash ikkisini bir qilsa olmayman. İşaretler ben bağlamayız zıkıp kalanda. Biraz bilgan boshliq bizga maosh bermaymiz degan ha. Bu xo'jayinlarchi qara. Yanchiqov pul kirgan vaqtida qilib tishimgan sanoq bo'ldi. Bu yanchiqdan pul chiqadigan vaqtida qapqadagi bazin sanaysa. Shu bizga o'xshash-ku. Qanday o'xshash? Bizim yenimiz pul vaqtida qo'shalmanda katta yurmaymiz. Yenimiz pul yo'q o'qchimizda sulshab qolamiz bizmi? Sen baliq aqchal, yanchiq quruq degina. Sen baliq emaslik so'g'at deb yanchiqimma yuzimdan oqib ketdi men. O'xshash qo'yib bandim qamida bu. Ma programmani aloqalash numeri bormi? Qanday qilay deganda, sening mendan ig'ir hissetmasdan vaqtimda. Kimdeydi ama bir kızdan yaxshi ko'rib qoldim men. Voy, kimda? Ay, bir chiroyli bir qizlar. Maaş kısmı kısmet oldu. Radio anlap ettin ne? Maaş yetişemse maaş çıkam ya. Basit tutaklarına jibini atılır. Maaş. Maaş ottan kılsan maaş çıkam da olsun şeyim. Maaş çıkar.
Başlık bunda kılındı. O мәңгүлек тема. Nurgun muhabbet hikayeleri şiirin. Nurgunları bolsa tragediya bilen ayaklashgan. Her qandaq muhabbet hikayeleriga ben Turdigul Tashirovdan maslahat so'ramoqchi bo'ldim. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Bu radio stansiyaniki Yurak sadosi programmasi mi? Bu ulunish birinchi liniyasi. Siz Turdigul Tashirak xonim bilan suhbatlashmoqchimidingiz? Ha, shu, to'g'ri. Bo'ldi. Bundaqda siz oldi bilan radioni o'chirayting. Bo'lmasa radio chastotasi shovqin paydo qilib, yaxshi anglag'ili bo'lmaydi. Ha, ma'qul. O'chirdim. Ay. Ben Turdigul Tashirak xonim. Siz kim bo'lsiz? Ha, yaxshimisiz? Men Qurbonjon Muloyim. Ya, Qurbonjon. Ya bu men bay taylaylik ekanman. Telefon bir qadam ursamda sizlar bo'libdi, Sizning qanday muhabbet meseleleringiz var ki? Men oldin kuni kechda bir uchish qilib olgandim, qoldi. Bu qizni bir ko'rib lashib qoldim, xiyolimni faqat ketmayapti. Unda siz qanday qilaydingiz? Bo'lsa, shu qizga aralashib qolsam deb. Sizning o qizning qo'g'lish sharoitingiz tushamda? Ha, albatta, sharoitim tushida. Pul desa pulim bor. O'zim jamiyat o'rnim bor, bo'y desa bo'yam bor. Kelishga xil chiroyim bor. Ha, hamiz oltindek bola deydi-ku meni. Siz qancha yoshga kirdingiz? Bu yil 18 kirib. Nima ovoz? Buningmi ovoz chiqdi-ku? Ana bizning she'r og'rib qoldi-ku, bizning uyshuk. Miau. Bizning uyshuk to'la og'rib qolib, so'qitib qoldi-ku. Qurbonjon, siz o'zingizni aytib kelishgan ekansiz. O qizlarni keltirishingizda gap yo'q. Yana boshqa maslahatlaringiz bormi, yo'qmi? Ha, shu. Lekin mening hech raqobatchim bor-da. Bir nasmi Yusuf, bir nasmi Musa. Ular qanday qanlar? Va Yusuf Baknajar. Yusuf degan qizlar bekamratdan yo'q, durmocham pul yo'q. Lekin jiq o'qigan, o'cha kitob ko'rgan. Uning ichi butun tiko plan bilan to'shab ketgan u. Men o'zim bir yavash edim. Men qanday qilib o'zim qilmas qila olay-chi? Men do'stimdan mayus qilibsiz. Xudoy vobasiz. O'zingiz qattiq yosh ko'tagini bilmaydi. O'zim onda olsa ay endiki umoq kelishganligimiz ajancha. Va uma o Yusufjandimi-da? Bu jaynakdak bo'lgan bilan ishqib bayvitvalar baytuli gap bo'ldi-da. Qiz olgan o'tib ketgan shapaqchi u. Ya o'ylab boqing, bu ikkisi menda qiz oldilar qanday bo'ldi? Bu 4-1 nima ekan bu-da? Bu uzan deb. Vay, bayama bizning signal yaxshi ishlamay deb qoldi. Ya unda sizning ish kelishgan raqobatchingiz va shundaymi? Ha, to'g'ri. Ben bir amal ko'rsatsangiz o'tib-chiqasiz. Men o'sha kishini ketkizsam bo'ldi. Men ularning xo'jayini. Ularning meni ko'z kichikka deb qilishni xohlamayman shu. Unda o'zicha siz qarang, u ikkisini ochiq deb yaxshi o'yin top, uchchasi maash verib, uning keyindan ularni yaxshi yegizib, yaxshi kaydirib, yaxshi o'yin qo'ysangiz, ular sizning yomon niyatingizga o'xshaydi deb sizni yiroqlashadi. Bu amalg'u bo'ldi-ku. Men sizlarni bir naqshtalab qilsam bo'lamdi? Naqshtalab qilsam bo'ldi deydi. Bo'ldi. Kim uchun nima naqshtalab qilsiz? Men uchun eng suyimli uz
Şunda güzel. Ummak tenna zoli için öğretmen. İkimiz Buldu hazır sizge şu 2021 yılda yeni rap kuruşları aralashtirilgan naqshlardan birini sovg'a qilayli. Ma'qul, rahmat. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Come on, Kolam kameti. All I wanna see that they don't really care about us. Ana bana 8, dada bana 18. Oynamıyor musun? Oynar mı? Ya, Oynar mı? bakın. Ya ahmak koş kuş diyorsun ha? Ben koymazlar. Qaysini tapqa olmaz boş gelin ha? Xatligan. Yaxshimi? Qizlarni tutib qo'ychi. Nima? Musajon deyish tur. Voy. U bayan bizning xizmatchi, binas tushayotgan ishxonada. Ma'qul. Onda biz tushdan soat 3 dan ko'ljaga kirishimda. Ma'qul. Da qiz bo'lib burada boshqacha. Shapaq, men boyda qozi. Yaxshimi? Endi yaqinlashma. Qo'yib qo'y. O emas, uning hadisi. Sen hadisdan suratlamsan, singizlarmi? Davomli uchirish chiqsak, ular bir tendek ikkisi bilan chiqdi-ku. Bundan imtihan rodipay. Chaplashqoq dumpa. Kamg'u. Bu da yo'lamansanda qo'l tutalamsan ya. Shu men hadisdan qo'lni tutaman. Hadisi onun qo'lni tutdi. Men bunda tutaman. Shu o'sha tushunmaysiz. Va ahvolning hammasi Bu taqal xil bo'ldi, keplanmaydi ya. Gel turgan bo'ldi. Degan tuğa. Ele qiz do'sting kelsa qalayman gapib shimajmo, sen shixona shu jiqqa qulamash tigva gaplarni hammadan biza qilsanglar. Qalayman gap qilmayman men. Odatda qiz do'stim bilan ig'ir tan gap qilsam, u qabulaydi meni. Qizil tip sajmo. O'shaydi odam bakka. Uningchi hadisni xil nomi bor. Uning hadisi manda cho'ng san'at programmalarida naqsh o'qib chiqdi deyman. Qaysi naqshni qo'y? Qanday naqsh bo'ldi qachon? Jaspirab. Voy, Ey hoya. Yana nimalarni sen mendin degan naqsha. Kimdir ben faqat ism qalamni deyman. Bilmayman. Gülayim. Mana naq keldi. Qurban mullayim. Gülayim, qurban mulayim degan ikkisi naq keldi mana. Bek geldim ha. Naq kelganda chiqqan keldi. Ular kelib qolsa men qalayman gapni qilmanglar. Qayerga? Meni so'rab qolsa-chu, Shanxay universitetining to'r darsxonasi dars evatidi deb qo'yinglar. Hay biz keldik. Yaxshimidi? Yaxshimida siz chiqmadi. Oshki saroni mendan kichikdek bir xil gap ketdi-ku. Bular sizni hurmatlab shunday deyapti.
Gülayim deb chaqasanglar bo'ldi meni. Kiran. Ben sizi tanıştırıp koyayım. Bu yak ikisi benim hizmetdaşlarım. Yani qo'l ostida ishlaydi. Xizmatchi? Ha, pis. Endi bu yak bo'lsa ismi Yusufjon, texnik injeneri. Laqami Yeshilchiroq. Bu yak bo'lsa ismi Qurbonjon. Bu bizning chiqandagi eng ishchan, eng aktiv, eng bekorchi boshliq. Buning laqami Qizilchiroq. Yaxshi. Chaparmanlar ekan-ku shu. Bichar boqishni ko'rdim, kun bo'lgajmi? Menda ish ishlashganlar. Ha, sizni maqtayapmiz. Sizni maqtab shu. Kimda? Besh bog'liq. Telefon botini qilay ketdim. Hala kelib dadamning tug'ilgan kuni uni yaxshiroq sovg'a qilasiz. Yana bor. Hada. Adam bir 20 gramlik oltin yoqtirib qotdi-ku. Yani ki onu özen bizim cuma adam bilan aloqasi yo'q. Shunaqa qo'ydi. Sizni Gulayim, nima Chingizayim desa bo'lganjimi? Jingak bo'ldinglar boshqa. Hey Musajon, agar fajan qilmay demoqchi bo'lsangiz, mashq to'qpoqidan zirg'aroq turasizmi? Biz to'qpoqma. Siz nimpoqi? Adam bek tuz danglar. Ko'ngilda o'ylig'ini eg'izini tez chikitib qoldi. Men ko'q emasman. Shu. Ha, tuzligidan ubrini bepot chiqib qildi ekan. Sizning adabsizligingizni kechirasam bo'ldi. Chunki seri qadamlar odatda ishda kichikotur, chidamas keldi. Men sizmi? Musa gapni endi qil. Al sen bizni turamsan. Ushkisib turamsan. Albatta biz ketamiz. Bundaq tarbiya ko'rmagan odamlar bilan bizdek bundaq isilzoda odamlar bilan urushib yurmaydi. Jurami? Hadi to'xtamas tushundiray. Hadi. To'xtamas tushundiray. To'xtaqay mendan kechirim so'ramagacha Dilnur izdigichi bo'lmoqchi. Hada. Dilnur. Kas ketiversin siz ha. Paketlam tayining yo'q ekan jimoatimni. Senmi? Sizlar buzdonglarmi ishni hammani? Oy, endi bizni bir bu so'ra demay qolsa qancha o'sma? Voy, berib emas, chuqur berishinglar kerak. Bormisaqchi? Shu bormisaqchi? Bormisanglar, ishkilinglarni ham ish tashkil etmang. Sirk kostyum. Men kostyumimiz o'xshamdi ekan. Namsan o'xshab beliqdek o'ynaydi deb turgan bayramliq. Bunda yasib naymoda. Voy, yo'qiga. Amuştalar. Ha? Üçten samsak bir şey diyorlar ama yesin diyor. Voy, yoshdash varas. Bir şey çıkıyor da bırak bir reklamı samsak mı koyuyor genel san. Voy. Allah bu yan bağımsan bu kadar. Ne? Bu nima? Şunlar peyzi. Mabuz ekan bu. Rahmat javob darsa. Güzel anlam sen. Men nerdanman? Kraliçası resmi tatip. Astırdık işkili kodunu skanerlaş arkalık satıp alsanız bunu. Minutçu. Qavo. Va bu bizdan boshqa setib oldi men topamayman. Bu yilgi moda eg'izda. Modadan qolmaydisangiz probiotik eg'iz purkumisini ishlating. 5 yil moda eg'izda. Modadan qolmaydisangiz probiotik eg'iz purkumisini ishlating. 5 yil moda eg'izda. Modadan qolmaydisangiz probiotik eg'iz purkumisini ishlating. Kraliçası resmi tatip. Astırdık işkili kodunu skanerlaş arkalık satıp alsanız bunu. Bu yilgi moda eg'izda. Modadan qolmaydisangiz probiotik eg'iz purkumisini ishlating.